Hozir bir ikkita kassoblar chiqib olib, bizni orqamizdan gapiryapti. Mayli, ularga ham Alloh o'zi kifoya qilsin. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Hozir mana shu yerda 3 xil kompressor turibdi. Ko'p masalalar bo'lyapti. Hozir bizlarning orqamizdan gaplar bo'lyapti. Что bular Xitoy mahsulot olib kelib sotyapti. Original emas deb aytayapti. Kim biladi, mana sizlarni hozir shu yerda qaysi biri Xitoy, qaysi biri originalligini kim bilishi mumkin? Buni faqatgina shu narsa bilan shug'ullanadigan odamlar biladi. Katta firmalar bilishi mumkin va mana bu oddiy ustalar buni даже tushunmaydi. Men sizlarga bir narsani tushuntiraman. Mana bu narsa Frescold, mana Made in Italia 125 talik vinzavod. Mana bu narsa Tayvan, lekin bu Shanxayga ishlab chiqarilyapti. Bu 50 talik vinzavod. Mana bu narsa Xitoyda ishlab chiqaradigan, lekin bu Frescold. Bu Xitoyda ishlab chiqaradi, bizga o'xshagan bo'ladi. Mana bu yerda Made in China bo'ladi. O'sha bu Made in Italia bo'lmaydi. Hozir bir ikkita kassoblar chiqib olib, bizni orqamizdan gapiryapti. Mayli, ularga ham Alloh o'zi kifoya qilsin. Mana bu Made in Italia, buni men hech qachon Made in Xitoy deb sota olmayman yoki mana bu narsani Xitoyga chiqqan narsani yo'q, bu Italiyaga chiqqan deb bera olmayman. Mana bu narsa Italiyadan kelgan. Buni endi kim biladi? Mana shu korobkada hamma biladi, что Frescold bilan shug'ullanadiganlar shu narsalar korobkada keladi o'zida. Lekin hozir Xitoyda chiqayotgan mana bu vinzavoylari mana bunaqa korobkada keladi. Lekin hali bu kompressor yoki mana bu kompressor hali nimada chiqqani yo'q Xitoyda. Bizlar Xitoyda chiqsa o'sha aytamiz, ha bu o'sha Xitoyda chiqadi. Buni o'sha bizlar italyanskiy deb sotishga haqqimiz bo'lmaydi. Nimaga u topayotgan nom harom bo'ladi-da. Bir ikkita ustalar bizni orqamizdan gapirib, bu original emas, Xitoy deyapti-da. Ularga ham endi Xudo o'zi insof bersin. Lekin uni Xitoyning narsasini agar mabodo italyanskiy deb sotilsa, birinchidan harom bo'ladi, ikkinchidan kazzob bo'ladi-da. Nasib bo'lsa, kimga kerak bo'lsa, masalan 125 talikmi, undan kattaroqlarimi, farqi yo'q. Qo'yib beramiz. Italiyaga chiqadiganni Italiyaga chiqadi deymiz. Xitoyga chiqadiganni Xitoyga chiqadi deymiz. Masalan, mana Tayvan brendi o'sha Shanxayga ishlab chiqarish o'tgan yildan boshlandi. Buni ham hozir otini qo'yaman. O'sha oti o'zgargan. Lekin shu nima? Hembel. Zavod Hembel, lekin otini o'zi o'zgartirib chiqargan. Kimga shu mahsulotlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar. Qanday sovuqlik, masalan, pir panel, pur panel, nimaga foydasi bor, nimaga zarari bor, hammasini tushuntirib beraman. Endi o'zim chiqishimga endi odamlar majbur qildi, o'zim gapirib chiqyapman. Salomat bo'linglar.